Ya aka. Ha. Ha, qavib ketyapsiz buni. Ha, buni ustalarga vizit tashlayapman 2 kundan beri. Kecha video qo'ysam, tekda ustalar biz yamalmaydigan qolipni oldin chiqarganmiz, to'da-suda qilibdi. Yamalmaydigan qolip mana bunaqa bo'ladi, mana. Bu qolip stachkada yuribdi, ichida suv bo'ladi mana. Onasini emsin mana. Mana shu haqiqiy yamalmaydigan qolip bo'ladi, Elyorjon. Mana bironta joydan suv oqqan, ichiga suv quyib qo'yib, stachkada yurgizyapman. Stachkada vizov. Tashlasam bugun atvet qaytaraman debdi ustalar. Joyiga kecha joyida turganda quyuvdim-da, suvni. Yurib, kechaga suv turibdi hali mana quyganingiz. Bugun yana quydim-da ustiga. Stachkada yurgizyapman-da. Bu relisda yuradi. Agar qolipni tagiga albastir yoki biror nima bilan yamalgan bo'lganda, mana shu stachkada yurishda deformatsiyasida suv oqish kerak edi. Mana xudo xolasa oqqan yo'q, cho'tki turibdi hammasi. Bu yo'llarni ko'rsating. Vizov mashinaqa bo'ladi, xullas. Kimga mashinaqangi qoliplar kerak bo'lsa, sizdan like chani bosib turib ekran tagida raqamga murojaat qilaverasizlar. Hamma ishlarga rivoj.